Assalomu alaykum do'stlar. Bizda 10-chi savol. Afrikadagi qochqinlar lagerda ishlaydigan shifokor qo'l va oyoqlari ozg'in bolalarni ko'p sonda ekanligini kuzatibdi. Bolalar qon tahlilida sog'lom bolalarga solishtirilganda quyidagilardan qaysi biri yaqqol darajada ekanligi ko'ringan. Bu qon tahlilida albuminlar miqdori bo'ladi, ya'ni qondagi asosiy oqsillarni tashkil etadigan bilamiz, albumin, globulin, fibrinogen oqsillarimiz bor. Asosan ularda albumin moddasi yaqqol past darajada chiqqan tekshiruvlar davomida ko'rsatkich natijasida. Endi laboratoriya tahliliga ko'radigan bo'lsak, misol uchun normada 3,5 gram bo'lsa, bu bemorlarimizda 1-2 gramlarni tashkil etgan. Umumiy oqsil miqdori esa qonda o'rtacha 6-8 gram bo'ladigan bo'lsa, lekin bu bemorlarimizda 4,1 darajada chiqqan. Endi bu Kwashiorkor kasalligi deyiladi. Ya'ni bunda oqsillar tanqisligi patofiziologiyasi va laboratoriya tahlili bo'ladi. Ya'ni bu yerda oqsillarning defitsitini kuzatishimiz mumkin do'stlar. Bunda mushaklar atrofiyasi kuzatilgan. Aytib o'tyapti-ku, shifokor qo'l va oyoqlari ozg'in bemor deyilyapti. Ya'ni bu mushaklar atrofiyaga uchragan va ozg'in qo'l va oyoqlarni hosil qilgan. Buning natijasi va asid va gepatomegaliya hisoblanadi. Ya'ni qorin sohasining ishini ko'rib turganimizda va ratsional oqsillarning yo'qligi. Chunki normalda oqsil 6-8 gram tashkil qilyapti, lekin bu bemorda past chiqyapti oqsillar va mushaklarning atrofiyasi aytib o'tdik, qo'l va oyoqlar ingichkalashgan. Mana ko'rib turibmiz rasmda ham. Ammo lekin mana shu qorin sohasi ishgan holatda turibdi. Endi shish, ya'ni endema kelib chiqishi bu onkotik bosimga bog'liq hisoblanadi. Ya'ni sog'lom odamda albumin yuqoridagi onkotik bosim suv qonda qoladi. Ammo lekin kasallangan odamda past onkotik bosimda bo'ladi va suv to'qimaga sizib chiqadi va natijada endema, ya'ni shishni hosil qiladi. Va endi jigarlarning yo'g'onlashi, ya'ni gepatomegaliya hisoblanadi. Bu sog'lom jigar desak, bunda lipid qoplamagan, o'tarchi adiposit hujayralari yo'q, ya'ni lipoproteinlar oqsil yog'larni tashib chiqa oladi, ya'ni bu yerda oqsillar normalda ishlaydi. Ammo lekin kasallangan jigar hujayrasi bo'lsa, oqsillar defitsit natijasida apolipoproteinlar o'z ishini to'liq funksiyasini bajara olmaydi va yog'lar jigarda to'planib qolaveradi. Shuning uchun ham qorin sohamizda ishlarni va edemalarni ko'rishimiz mumkin do'stlar.